Assalomu alaykum, texnikaga qiziqadiganlar. Mana shu persefimiz sotilar ekan. Dokumentlari joyida, dokumentlari bor. Xo'p, balonlari ham 4 ta baloni yaxshi holatda. 3 dona persepimiz bor. Bu birinchisi. Ikkinchilarini ham hozir qo'yaman. Texnik holatlari soz. Paxta sezonga tayyor. Hamma yo'q joyida. Mana bunisi ikkinchi persepimiz. Bunisi yangi. Balonlarni ham ko'rishlaring mumkin. Singan joyi umuman yo'q. Prosta turibdi. Ishlatish kerak xolos. Bortlari bor. Xo'p, mana shu ko'ringan holatda. Buni ham hamma joyida. Bortlari bu yoqqa tashlab qo'yilgan. Shuna terib qo'yilsa bo'ldi. Dokumentlarida muammo yo'q. Dokumentlari bitadi. Dokumentlari bor. Xo'p, mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, narxini kelishamiz. Kelishilgan holda sotiladi. Bunisini ham oldini ko'rsatib qo'ying. Ramalari but-butun, suvarkalangan joylari yo'q. Ko'rishlaring mumkin.